Bugun GCB'ni legendalardan bittasi Samarqand Ismat Rashidchi ham bo'ladi akammi. GCB'ni hamma biladi, yaxshi ko'rganlar. Mana nuqul angliskiy zo'r, indiskiy bundoq degan odam mana kelib o'zlari ko'rib, ko'z bilan to'g'rimi? Mana haq gapni gapiring. Oldingi indiskiy emas, hozirgi indiskiylari. Uni ko'rdingiz, angliskiy bilan bir tekis bo'lib turibdi. Mana mijozlarga o'zingiz ayting. Mana o'tganingizni ham ko'rib, bilib olyapsiz mana shuni. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli, Vodiy ahli, Samarqand ahli. Mana bu xudo xolasa mana bu yangi texnikani oldik. Yana bitta bazamiz ko'paydi desa ham, oila kattadi desa ham bo'ladi. Samarqandga ketyapti. Samarqandga ketyapti. Xudo xolasa afzalliklari angliskidan yaxshiroq desa ham bo'ladi-yu, sal anisi bor-u, lekin o'zgarishlar ancha katta. 2023-yil borgan edim Hindistonga, ancha kamchiliklarni qildi. Menga yoqdi. Bismillah deb endi boshqargan bu partiyadan. Xudo xolasa. Mana o'tdilar, telefon kerak, ko'pchilik telefonlari bor. Beramiz ham kerak odamga so'raysizlar. Nimasi afzal, nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi. Bu odam haqiqat biz aytmasak ham gapiradigan odam. Mashina orqasini barga toping aka. Zo'r ishlar qilib bersin aka. Rahmat. Mana nima deysiz olmoqchi bo'lganligiga? Eslarda bo'lsa, o'tgan yil boruvlaringiz nasib qilsa texnikani 10 ta qilaman degan. Xudo xolasa bu sen 8-chisi bo'lyapti. Inshaalloh. Ikkita qoldi. Ikkita qoldi. Yetib olamiz, yetkazamiz.